obzori boshlaydik. Mana bunda bo'lsa let's go account obzori. Sizlar uchun hozir qilyapman. Mana Norim zo'r akkauntlar akkaunt bot uchun yoki akkauntlar yo'q uchun shu akkaunt beraman. Mana normalniy narsalar bor. Set qilib o'ynaysizlar. Popchalar, zo'r popchalar bor. Mana set qilib o'ynasangizlar zo'r akkaunt. Bu kaskalarga kelsak 5 ta kaska bor, normalniy. Va orужиеlarga kelsak 46 bor, Scar bor, Akem bor, Gronza bor, Avuk bor. O'ynashlash uchun klassga kerakli bultlar bor bolalar. Bu botga o'tsak, 2 ta qayrak, 3 ta M24, bitta AVM skin bor. Zo'r akkaunt kerak bo'lsa sizlarga. Mana 2 ta mana shu krollarga shunaqa zo'r skilllar bor bolalar. Mana shu akkaunt yutadi, mazza qilib o'ynaysizlar. Yutganga arzigulik akkaunt, 2 ta UMP, bitta Uzi, yana 2 ta Vector, yana bitta P90 bor. Keyin mana sochmadan, mana shu bitta sochma bor. Bolalar akkaunt o'zingizlarga mos qilib o'ynasanglar bo'ladi. Bolalar prosta akkauntga yoqsa, uylarga mos qilib. Mana 2 ta pistolet bor bolalar. O'ylarish uchun mana sovuq qurollardan mana 2 tova bor. O'ynashlash uchun. Prosti mana shu don laglarni ko'proq etib qo'yasizlar. Mana bunda narsalari ramkalarni va gajanguz chiqaman yuzlarni. Mana bunda to'rttasi bor ekan bolalar. Mana rasmlari bolalar. Zo'rshi kirib o'yindan rasmlar bor. Mana flash bor, band bor. Mana endi ramkalardan kelsak, zo'r 2025 ramkasi bor. Zo'rlardan bor bolalar. Bu o'zi 2 minutlik video bo'ldi bolalar. Shu videoga ham bitta 6 minutlik like bosib qo'yinglar. Bo'ldi. Nima ketadi endi bolalar?